Assalomu alaykum akalar, opalar, singillar, jigarlar, kanalimizning yangi muxlislari. Mana bugun 9-mart. Hammani opalarim, singillarim bayramlar bilan tabriklaymiz. Shuncha kundan beri 2-3 kun video qila olmadik. Sababi vaqtimiz bo'lmadi. Shunga qaramay biletlarimiz ketyapti. Ammo o'ylamay bemalol bilet olishingiz mumkin. Bilet narxi 1500 rubl. Общий biletimiz 2999 ta, общий prizimiz 138 ta. Jigarlar, 1000 tadan oshiq bilet ketdi. Mana bugun yana video qildik. Xudo xohlasa tez oraga biletlarimiz tugagandan final o'tkazamiz. Gazini bosamiz jigarlar. Olg'a, Qashqadaryo, O'zbekiston. Bosamiz jigarlar. Like, podpiska, podpisa qilaylik, tanish bilishlarga jo'nataylik, Telegram kanaliga podpiska qilib qo'yaylik. 3000 taga yetsa Telegram kanalimiz. Aytganimda 5 ta telefon o'ynataman. 5 ta telefon Telegram kanali o'zidan tanlab, shuni kim chiqsa shuni berib telefonni beramiz akalar. Like, podpiska bosaylik, podpisa qilaylik. Mana shu mashinalardan xohlaganini sovrini bo'laylik. Mashinalar uchun yana bir marta aytib ketaman. Kia Rio uchun 1,5 ming rubl, Volkswagen uchun 700 ming rubl, Chevrolet Lacetti uchun 600 ming rubl pul prizlari bor. Undan tashqari 50 ming, 100 ming, 20 ming, 10 ming, 3 ming, 6 ming pul prizlari bor akalar. Общий prizimiz 138 ta jigarlar. Like, podpiska, podpisa qilaylik, tanish bilishlarga jo'nataylik. Mana shu Kia yo Lacetti yo Volkswagen birorta mashinani sovrini bo'lishdi akalar. O'z qo'llarim bilan xudo xohlasa hammasini topshiraman, nasib. Dam o'ylamay olishlaringiz mumkin. Bilet narxi 1500 rubl. Nima deymiz akalar? Uveringiz 100%, xudo xohlasa nasib biletlarimiz tugagandan finalni o'tkazamiz. Hammaga omad.